Ikrombek aka, yangi Orifon loyihasidan 2 xonali tayyor ta'mirlangan xonadonni obunachilaringizdan biriga sovg'a qo'rayotgan ekansiz. Xuddi shunday. Lekin bu loyihada faqat turar joy majmuasi emas, balkim maktab ham, bog'cha ham bor ekan, to'g'rimi? Xalqaro maktabimizning danam nomlariga Ilhom Rustamov xalqaro maktab deb nomladik. Xudo xohlasa, maktabimizga chet eldan kamida 10 tadan 15 tagacha o'qituvchilar olib kelinadi. Xalqaro maktab bo'lganligi sababli bu yerda 250 ta bolaga mo'ljallangan yotoqxona ham bo'ladi. Shu yerda boshqa viloyatlardan, davlatlardan kelib o'qiganda shu yerda yotib bemalol nima qilsa bo'ladi. Keling unda Ikrombek aka, obunachilaringiz orasidan ushbu maktabda farzandini o'qitishi istaydiganlarga qandaydir yengillik qilib beraylik. Xo'p, Abdurahmon aka, yangi Orifon loyihamizni 4-dekabr kuni katta taqdimotni o'tkazamiz. O'sha paytda 2 xonalik uyni g'olibini aniqlagandan keyin Instagram obunachilarimizdan 3 tasiga mana shu yangi xalqaro maktabimizdan 3 ta 1 yillik bepul ta'limni o'ynaymiz. Faqat eslatib o'tamiz, o'rtoqlar, taqdimotda qatnashish uchun Ikrombek Aslamov profillarini shapkasidagi link orqali Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Ushbu maxsus takliflardan va katta sovg'alardan quruq qolib ketmanglar.